Salom hammaga. Bugun sizlarga Shirpaverdi zaryadchiga uzilib ketgan, shuni ulashni ko'rsatamiz. Kallasi ham uzilib ketdi. Bizga kerak mana bu malyar pichoq, kabel bo'lagi, keyin afix kli kerak bo'ladi. Buni oldin simni archib olamiz. Ikki tomonni ham simini yaxshilab chiqarib, buni uzilgandan keyin otib yuborib bo'lmaydi, uni chunki nimalar yo'q. Sotuvda yo'q zaryadchiga kampirlik bo'ladi. Shirpaverdi zaryadchiga, lazer zaryadchiga. Eng yomon tomoni bu zaryadchigimiz tagidan uzilib ketibdi-da. Siqqichidan uzilib ketibdi-da. Uni archirmoq bo'lmaydi, tepasidagi qora nimasini to'g'ri obdaylab, pichoq bilan archib taylab, keyin uni ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Lazerda ham nimasi zaryadchiga shunaqa bo'lib kesilib ketgan edi. Uni ham shunaqa ulab oldik, iloji yo'q. Qani sotuvda bo'lsa ekan, bitta sotib olib qo'ysa. Hammasi o'zinikidek original bo'lmaydi deydi-ku, zaryadchiga ham, telefonlarda ham shu narsa. Buni qo'lga ehtiyot bo'lib avvalabgina archib olamiz buni. Qora rezinni olib tashladik. Endi simlarini adashtirmagina qizilni o'rtaga, narigi simni bu yoqqa chetiga aylantirib o'rab olamiz. Kadr pichog'i yaxshi olinmay qoldi. Tepada qo'yganim uchunmi? Endi nima e'tibor qilmaysizlar. O'zi oson videolarni ko'p gapirib chiqavermayman. Kabel nimasini qo'yib oldik, afix bilan yopishtirib, sal kamni qilib qolgan, bitta kesib qo'yaylik. Bu kabelni qirqib ustiga qo'yayotganim afix bilan qotirib, ilib siqishda qo'l bilan sug'urib chiqarishda muammo bo'lmaydi-da, yaxshi ushlab turadi. Yana qaytib uzilib ketavermaydi, oldini oladi-da bu. Yaxshilab mustahkamlab olamiz buni. Mana qo'lga ham tegib qoldi o'zi afix kli. Menimcha bo'ldi, kami qolmadi. Mana zaryadchikni ulab oldik. Yaxshi, endi buni faqat siqqichga taqib ishlatib ko'rish kerak. Xato ulamadikmi, to'g'ri uladikmi, uni tekshirib ko'rish kerak endi. Xato ulangan bo'lsa, nima deydi? Keyin buni yana qayta olish, buzib yana qayta olish kerak bo'ladi. Mana rezgaga siqamiz. Mana hozir tepada yashil yonib turibdi. Zaryadchikni batareyaga tiqaman, qizil yondi. Zaryad olyapti, demak ishlayapti zaryadchigimiz. Mana endi yashil yondi sug'urgandan keyin.